Dasturlarimizda yashil quvvat mavzusi doimiy e'tibor markazida. Yana bir yirik loyiha Namangan viloyatining Uychi tumanida GESlar kaskadi qurilmoqda. Bu bilan viloyatning 60% elektrga bo'lgan ehtiyojini yashil energiya bilan qoplash imkoni vujudga keladi. Hamkasbimiz Mahliyo Yoqubbekova jarayonlar bilan tanishtiradi. O'zbekistondagi ilk milliy GESga xush kelibsiz. 2024-yil mart oyida davlatimiz rahbarining Namanganga qilgan tashriflari ana shunday tarixiy voqealarga asos soldi. E'tibor qiling, bir yil ichida mana shu GESlar kaskadining birinchi bosqichi to'liq yakuniga yetkazilyapti. Bu yerda bugun GESlar kaskadining asosiy suv o'tkazish inshooti, elektr energiyasini taqsimlovchi podstansiya va GESning asosiy stansiyasi qurib bitkazildi. Ushbu GESlar kaskadining barpo etilishi aslida nafaqat Farg'ona vodiysi, balki O'zbekiston uchun ham energetika sohasidagi inqilobiy loyiha. 6 bosqichli GESlar kaskadining umumiy quvvati 228 megavat soat bo'lib, har birining quvvati 38 megavat soatga teng. GESlar kaskadining aynan mana shu yerda qurilishining eng asosiy sababi bu yillar davomida Norin daryosining oquvchanligidan, umuman Norin daryosining potensialidan to'laqonli foydalanilmaganligi. Ana endi daryo shunchaki oqib o'tmaydi, biz daryoning suvidan mana shunday yashil loyihalarda to'laqonli foydalanishimiz davri keldi. Ortimda turgan inshoot esa 6 ta GES uchun ham birdek muhim bo'lgan asosiy suv o'tkazish inshooti. Bu birinchi GESlar kaskadidagi eng yirik qurilish maydonlaridan biri. Biz ayni paytda birinchi GES kaskadining asosiy qurilish maydoni, ya'ni elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi asosiy stansiya qurilishidamiz. Bu yerda hozir qurilish montaj ishlari va asosiy agregatlarni o'rnatish jarayonlari ketyapti. 100 dan ortiq xodimlar, 20 dan ortiq texnikalar xizmat qilayotganini ko'rish mumkin. Ma'lumot uchun ushbu GESlar kaskadida umumiy hisobda 1 milliard 125 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Shu yilning sentyabr oyidan birinchi GESlar kaskadi to'liq quvvatda o'z ishini boshlaydi. Bu degani ana shuncha quvvatdan 6 dan biri, ya'ni 300 million kilovattga yaqin elektr energiyasi ishlab chiqarila boshlaydi. Prezidentimiz tomonidan start berilgan Norin GESlar kaskadida 6 ta GESdan birinchi GESimiz yaqin kunlarda ishga tushish rejalashtirilgan. Birinchi GESimizda suv olib chiqish inshooti kanal Yervasti kanalimiz ham to'liq 420 kublik loyiha bo'yicha amalga oshirilyapti. Ikkinchi GESimizda yer ishlari katlamani qismi 80-90% yakunlanib, yaqin kunlarda beton ishlari amalga oshiriladi. GESlar kaskadidan bitta suv olish, 6 ta suv tashlama inshooti o'rin oladi. Bajarilajak jami 700 metr kub umumiy qurilish jarayonlarida 2000 dan ortiq ish o'rni yaratiladi. Bugungacha 500 nafar ishchilar bandligi ta'minlanyapti. GESlar kaskadi to'liq ishga tushgach, doimiy 300 ta ish o'rni mavjud bo'ladi. Avval ham ma'lumot berganimizdek, birinchi GESlar kaskadidagi 3 ta eng yirik qurilish bugun deyarli yakunlanish arafasida. Biz esa ayni paytda 6 ta GES uchun ham muhim bo'lgan ochiq taqsimlovchi qurilma, ya'ni elektr energiyasini taqsimlovchi va asosiy tarmoqqa uzatuvchi podstansiyadamiz. Sentyabr oyidan boshlab ushbu podstansiya umumiy tarmoqqa yashil energiya yetkazishni boshlaydi. Bu ochiq taqsimlovchi qurilma 6 ta gidroelektr stansiyalarimizdan kelayotgan elektr energiyani to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yetkazib berishni ta'minlaydi. 80 dan ortiq mutaxassislar ishlayotgan bo'lib, 10 dan ortiq maxsus texnikalar bilan metal konstruksiya hamda qurilish montaj ishlari olib borilyapti. Aytish joiz, loyiha iqtisodiy jihatdan ham anchayin samarador. Masalan, GESlar to'laqonli daryo suvidan maksimal tejash yo'li bilan energiya ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Shuningdek, loyiha orqali 277 million kub metr tabiiy gazni iqtisod qilish va atrof muhitga 450 ming tonna zararli moddalar ajralishini oldi olinadi. Loyihaning eng asosiy jihati shundaki, bu O'zbekistonda ilk milliy GES sifatida qurib bitkazilyapti. Ya'ni bu yerdagi ishchilar ham, bu yerda o'rnatilayotgan uskunalar ham hammasi milliy brendga tegishli. Prezidentimizning 2024-yilda Namanganga qilgan tashriflari chog'ida start berilgan har ikki loyiha, ya'ni quyosh fotoelektr stansiyasi hamda mana shu 6 bosqichli GESlar kaskadi orqali Namanganda 2-3 yilda Namangan viloyatining umumiy iste'molining deyarli yarmi, ya'ni 55-60% mana shu yashil loyihalar orqali qoplanadi degani. Bu esa bir viloyat uchun juda katta ko'rsatkich va juda katta yashil yutuq hisoblanadi.